Bugungi qilgan ishing uchun ertalikgacha men bilan o'tirasan. Bo'lmasam bitta kalla uraman, chamadoningni chekirib ketasan. Tushundingmi? Menga tushuntirib ber endi. Qanaqa bizani yutdilaring? Biza 3 marta Chempionlar Ligasini yutganmiz. Men to'chni bilaman. Sanlar Rafael Varanni sotib oldilaring. Qani javob ber Gvardiola. Rahminga siz dedi, ama ketishim kerak jinnimiz. Biz hech narsa qilganimiz yo'q. Biz to'g'ri bizning pulimiz ko'p, lekin biz Varanni sotib olganimiz u dovdirab o'zi 2 marta xato qildi. Biz gol urdi, yutdik, bo'ldi. Kechir, menga Chempionlar Ligasi ham hech narsa kerak emas. Menga tinchlik kerak. Men bilaman qanaqa qilib Materazini bitta kalla urib uchirib yuborganingni. Menga ruxsat ber, men keta qolay o'rtoq. Qo'y, keting. Bo'ldi, sani boshqa yutmayman. Faqat menga ruxsat ber, keting, qo'rqitma meni. Xotinim kutib o'tiribdi uyimda. Nima deb tashlaysan o'zingga o'zing? Menga qara, ko'p-katta odam yig'lashini qara. Xotinim kutib o'tiribdi. U bu yutishdan oldin o'ylash kerak edi. Mayli, men senga birinchi marta rahmim keldi, kechiraman. Lekin bundan keyin men bilan to'qnash keladigan bo'lsang, o'yinchilarimni sotib olmagin, tushundingmi? Men to'chni bilaman, sizlar sotib olgansanlar. Bo'lmasa Varan unaqa xato qiladigan futbolchi emas. Mayli, yo'qol uyingga. Oy katta rahmat sizdan, to'g'risi umrimda meni senga o'xshab hech kim duxum olmagandi, yomon duxum olding. Voy qo'llarimni qara, hali ham qaltirab ketyapti, to'xtamayapti. Bu qaltirashini nima qilsam bo'ladi, voy. Sizdan kattaga rahmat bo'ldi. Bo'ldi, rahmat senga. Men sendan har doim qochib yuraman endi. Men seni kalla urishingdan juda ham qo'rqaman, to'g'risi. Bo'ldi erkakmi? 5 ol, sog' bo'lgin. Meni otim Zidan emas, Zayniddin. Yana bir marta eslatib qo'yaman. Men o'zbekman, o'zbek number 1, tushundingmi? Ana o'sha shayxlaringga ham aytib qo'ygin. Bizani futbolimizga pulini aralashtirmasin. Bo'lmasa ularni ham bitta kalla urib uchirib yuborishi mumkin. Sog' bo'lgin.